Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Hong Kongda yana issiq bo'lib ketdi. Bugun yurishga chiqdim yana. Suv ham juda kamayib qoldi. Ko'lda. O'zi suv bir kunda bir ko'payadi, bir kamayadi. Bu sababi haligiga bog'liq ekan. Shu oyning anaqasiga, pozitsiyasiga, magnitning o'sha anaqa tufayli, effekt tufayli qaysi tomonda quyosh bilan oy bo'lsa, suv o'sha tomonga tortiladi. O'shaning uchun bu tomonda kamayib qolar ekan. Shunaqa gaplar. Bugun yaxshi kun. Yurishga chiqdim, ba'zi bir videolar olamiz. Asosan shu Hong Kongda tadbirkorlik qilish haqida ma'lumotlar berib o'taman qo'ldan kelguncha. Xo'p, do'stlar, bo'lmasa boshladik. Sekin yurib Hong Kongda korxona ochishni ustunliklari haqida gapirib beraman. Kimgadir foydasi tegib qolar. Birinchidan, aksariyat tadbirkorlar Hong Kongning soliq qonunchiligidan foydalanadi. Ya'ni Hong Kongda shunaqa qonun qoida bor. Firmangizga kelib tushadigan daromadlarning, demak, faqatgina Hong Kongdan kelgani korporativ soliqqa tortiladi. Hong Kongning ichidan tushgani. Sizni daromadlaringiz Hong Kongning tashqarisidan bo'lsa, bu farqi yo'q. Xitoy bo'lishi mumkin, Amerika, Kanada va hokazo. Hong Kong territoriyasidan tashqari bo'lsa, u soliqqa tortilmaydi. Bu birinchi ustunligi. Shuning uchun ham juda ko'p tadbirkorlar Hong Kongda o'zlarini offshore kompaniyalarni ochishadi. Offshore degan narsani oldin aytganman. Huquqiy nuqtai nazardan offshore degani o'zini rezidentligidan, o'zini fuqaroligidan tashqarida ochilgan korxonalar yoki hisob raqamlar. Shunga offshore deyiladi. Charchadim. Offshoredan qo'rqmaslik kerak. Uni turli nima deydi, odamlar o'sha 90-yillarni pul yuvish yurisdiksiyalari sifatida talqin qilishadi. Aslida qonuniy tomondan foydalansangiz, qonunni buzmasdan turib, offshore'da zarari yo'q. Qaytaga uni sizga foydasi bor. Soliq tomondan, maxfiylik tomondan va hokazo boshqa tomonlari bor. Keyingi ustunligi do'stlar, bu Hong Kongning dunyoga mashhur banklari. Bular masalan HSBC, DBS Bank, DBS yoki Hang Seng va boshqa ko'plab mashhur banklar. Bularning hammasi necha yillar davomida, 25-30 yil davomida dunyoni juda ham katta mablag'larini, demak, tranzaksiya qilishda qo'llanilib kelgan. Tabiiyki, bularning bu shuncha yillik malakasi bularni shunaqa advanced bank qilib qo'ygan, ya'ni yuqori darajadagi banklar. Masalan, deylik, HSBCda hisob ochganingizda ichida 16 ta hisobi avtomatik ochiladi. Avtomatik. 16 ta valyutada. Siz uni alohida anaqa qilib o'tirmaysiz. Ikkinchidan, Swift'ni ham eng yuqori funksiyalari kiritilgan. Masalan, Swift GPI. Pulni ko'rib turasiz qayoqda ketganini, yo'nalishini hammasini. Sekundlarda o'tadi. Masalan, Xitoy va Hong Kong orasida necha marta o'zimiz sinaymiz. Minutlarda
pul paydo bo'ladi. Amerikada ham xuddi shunaqa. Biz Amerikadagi hisobdan Hong Kongga o'tkazamiz. Nari borsa 1 soatda keladi. Va undan tashqari Hong Kongda asosiy banklar haqida gapirganda valyuta uchun cheklov yo'q. Hozir hansirab ketdim, o'shanga to'xtab gapiryapman. Valyuta uchun cheklov yo'q. Bu degani xohlagancha millionlab summani Hong Kong bankingizga olasiz yoki o'tkazib yuborasiz. Hech kim sizdan to'xta. Bu nima bu? Yoki ruxsating bormi sani? Degan narsani aytmaydi. Men o'zim sinab ko'rdim. Misol uchun, yana Xitoydan ko'chib kelgandan keyin bizda tabiiyki Xitoyda valyutaga cheklov bor. Xitoy misolida Xitoydan hukumatdan ruxsat olasiz. Hukumat sizga ruxsat berishi kerak, ma'lum bir summalarga. Masalan, kunida 500 ming Xitoyda hisob raqamingizda cheklov bo'ladi odatda. 500 mingdan yuqorisiga ariza berasiz, kutasiz va hokazo. Bürokratiyasi bor. Shu qanaqa ekan deb sinab ko'rdim. Ariza berdim. O'zi ariza kerak emas Hong Kong bankida, lekin shunchaki online bankingda set a limit, limitingni belgila degan funksiyaga kirib aytdim. Masalan, kunida 1 million. Hech qanaqa sekund tamomadi. Okay, confirmed. Tasdiqlandi. degan yozuv keldi. Oshirib ketaverasiz. 5 million deb qo'ydim. Hech qanaqangi cheklov yo'q bir kunda. Bu degani xohlagancha summani qo'yishingiz mumkin. Mana bu sekret ham emas o'zi. Hamma biladi buni. Aynan o'sha xalqaro firmalar yuritib yurgan. Asosan nima deydi? Katta summalarda import eksport qilib yurgan insonlar biladi. Bu ikkinchi ustunligi do'stlar. Sal yuqoriroqqa chiqib olay, davom ettiraman. Xo'p, tepaga chiqib oldim. Mana orqadagi yangi qurilayotgan villani qaranglar. Men qoyil qolaman. Juda ham zo'r joyda, tog'ni yonida qurgan ekan. Demak, keyingi ustunligi do'stlar, Hong Kong soliqi past yurisdiksiyalar ichida eng reytingi baland yurisdiksiyalardan bittasi hisoblanadi. Albatta bu eng balandi, eng zo'ri deb bo'lmaydi. Sababi bunaqa yurisdiksiyalar ko'p va maqsadli ravishda kompaniyalar o'zi shunaqa maqsadli ravishda ochiladi, turli maqsadlarga qarab o'sha maqsadingizni hisobga olib sizga eng zo'r yurisdiksiyani taklif qilish mumkin. Biznesingizga hisobga olib. Endi shunaqa soliqi past yoki mana yuqorida aytdik-ku, birinchi sabab qilib soliqi chet eldan kelgan daromaddan soliq bo'lmagani uchun masalan 0 ga teng soliq yurisdiksiyasi ham deyiladi. Shularning ichida Hong Kong eng hurmatga sazovorlardan bittasi, reytingi baland. Ya'ni bu nima degani? Siz Hong Kongni firmasini ochib turib, deylik, dunyoning eng zo'r banklariga borsangiz ham siz bank hisob raqami ocha olasiz, birinchidan. Ikkinchidan, endi men tushuntiryapman-da, yurisdiksiyani reytingi baland bo'lishi nima uchun muhimligini. Ikkinchidan, potensial partnyorlaringiz, deylik, siz o'sha dunyoning top kompaniyalari bilan vendor sifatida yoki bir boshqa bir partnyorlik JV ochmoqchisiz, masalan qo'shma korxona. Ularga murojaat qilganingizda billion plus kompaniyalarni aytayapman-da endi. Hong Kong yurisdiksiyani hurmat qilishadi. Chunki men o'zimni ilmiy ishim shu Hong Kong ustida bo'lgan. Juda katta ko'p research qilganman. O'sha nima qilganman-da, Hong Kongni isbotlaganman, что Hong Kong bu traditsion tax haven emasligini. Bu degani Hong Kongda qonuniyat, qonunchilik juda qattiq. Deylik, masalan, siz o'sha partnyorlaringiz buni hisobga oladi.
ya'ni bu kompaniya bilan ishlasak, ertaga bir kun shartnomalarda bir qanaqadir buzilishlar bo'lsa, nizolar kelib chiqsa, Hong Kongda sudlar judayam qattiq va adolatli. Endi o'sha xalqaro huquq doirasida juda adolatli. Juda qattiq Hong Kongni aloqalari, masalan, soliq idoralari ham juda qattiq. Soliqdan qochishga ruxsat bermaydi. O'sha qonunini, yuqorida aytgan qonunni juda ham qattiq ijrosini ta'minlashadi. Demak, 1 so'm sizga Hong Kongning ichidan keldimi, uni soliqqa tortadi baribir. Uni aylanib ham, o'rgilib ham qocha olmaysiz. Endi soliqi past yurisdiksiyalardan shu 90-yillarning tax havenlari deymiz ularni. Yurisdiksiyalarning yomonlariga misol. Masalan, Karib orollaridagi davlatlar. Ko'pchiligi bular o'sha vaqtlarda British Virgin Islands, BVI, Saint Lucia va hokazo bular ko'p. Bular o'zini hurmatini yo'qotib bo'lgan. Bu yurisdiksiyalarda ko'pchiligida hali ham xuddi o'sha Hong Kongdagi qonun qoida bor. Ya'ni chet eldan topayotgan daromadingizga soliqqa tortilmaysiz. Lekin bularda hurmati yo'q. Ularda masofadan, masalan, biz ham ochamiz kompaniya ba'zida. Aytdim-ku, maqsadga qarab, jiddiy o'sha klientning maqsadiga qarab do'stlar. Endi bu yoqda ochgan kompaniyalar odatiy bizneslar bilan shug'ullanmaydi, ochiqni aytish kerak. Demak, ularda siz import eksport tijorat yoki o'sha deylik servis kompaniyalarini ochadigan bo'lsangiz va siz bank ochishga, boshqa bir katta banklarga boradigan bo'lsangiz, 90% holatda rad javobini beradi. Ikkinchidan, o'sha nima ham potensial partnyorlaringiz, katta kompaniyalar ham Karibda ochilgan kompaniyalarni hozir mensimay qo'ygan. Siz bilan partnyorlikka kirishib juda qiyin bo'ladi. Yana tabiiyki, shaxsiy sizga ular bilan aloqangiz bo'lmasa, ya'ni sizni hurmatingiz uchun yoki sizga ishongani uchun shartnoma qilish mumkin, lekin baribir cho'chib turishadi. Bu BVI, PVI boshqa bir anaqalarda, Karib orollaridagi yurisdiksiyalarda ijroni ta'minlash qiyin. Qonun. Bu o'sha navbatdagi ustunligi Hong Kongni. Ya'ni umumiy aytadigan bo'lsak, yurisdiksiyani nimasi kuchli, hurmati kuchli, reytingi baland. Undan keyingi ustunligi Hong Kongni ustunligi emas, ya'ni foydasi desak to'g'riroq bo'ladi, foydasi tadbirkorligi. Dunyo bozorlariga chiqish uchun Hong Kong porti juda zo'r portlardan hisoblanadi. Ya'ni juda ham nima deydi? One of the busiest ports deydi-ku. Eng band portlardan bittasi. O'shaning uchun ham nima bu yoqdan chiqib ketayotgan mahsulotlarda umumiy o'sha dollar qiymatini ko'rsanglar, taxminan 600 milliard dollarda, juda katta bu. Ya'ni kichkina o'zi orol, shahar, davlat uchun bu juda katta hisoblanadi-da, do'stlar. Sababi shu o'zi, bu yerdan chiqib ketayotgan mahsulotlar juda katta ob'yomda, ya'ni o'sha qiymatda deydimi. Xitoydan bu yoqqa keladi, bu yoqdan boshqa davlatlarga chiqib ketadi. Mana shuning uchun ham men o'zi oldingi videolarda aytdim, yurtdoshlarimiz nafaqat O'rta Osiyoga sotishni Xitoydan, Xitoy orqali va Hong Kong orqali dunyoga sotishni o'ylab ko'rishlari kerak. Tadbirkorlarimizda endi import, eksport qiladigan do'stlar. U eskicha qarashlar o'sha patologga yetib keldi-da o'zi. Ya'ni O'zbekiston, faqat O'zbekistonga olib kirib sotish yoki O'zbekistondan faqat deylik Xitoy va SNGga chiqarish, bu bozor juda raqobatli bo'lib bormoqda. Juda ham. O'zi Xitoyliklarni O'zbekistonga kirib olib, u yoqda savdo qilayotganini o'zi anchagina tadbirkorlarni demak ishlariga salbiy ta'sir qilib o'tiribdi. Shuning uchun ham men nima deyman har doim? Siz dunyoga sotishni o'ylang. Dunyoga sotish uchun o'sha kerakli yurisdiksiyalarda maqsadli ravishda kompaniyangizni ochasiz.
skladingizni ochasiz, mahsulotingizni deylik, masalan, Xitoydan, qo'shni Xitoydan olib kelasiz. Brendingiz, o'zingizning brendingiz asosida olib kelasiz va butun dunyoga mana port mana shu yerda. Mana hozir biz yurib ketayotgan joydan, u Hong Kong juda kichkinada. Bu yoqdan mashina bilan taxminan 20 minutda portga borasiz. O'sha port yonidan ofis olsangiz ham bo'ladi. Masalan-da, misol. Ketdi, butun dunyoga ketadi. Dengiz orqali. Logistika dengiz orqali. Bizda logistika firmamiz ham bor. Buni birlamchi bilaman buni. Ya'ni o'zimiz qilamiz-da bu narsani. Dengiz orqali logistika eng arzonlardan hisoblanadi. Eng arzoni ham o'zi. Bundan arzoni yo'q logistika. Quruqlik orqali qimmat va sezonga qaraydi. Masalan, cho'llardan o'tganda yoki har xil zonalardan o'tganda bu yoqda qish mavsumi bor, yomg'ir mavsumi bor, qimmatlashib ketib qoladi va hokazo va hokazo. To'g'ri. Dengiz logistikasida ham o'ziga yarasha nyuanslari bor. Asosan mana siyosiy nimalar tufayli, konfliktlar tufayli, lekin bu narsalar kamdan kam. O'sha mana nima deydi, Middle Eastda ba'zi bir konfliktlar tufayli o'sha masalan Qizil dengizda to'xtalish bo'lishi mumkin va hokazo. Lekin bu degani hamma yoqda emasda, bu juda kamchilik holatda. Aytmoqchiman, dengiz orqali logistikangiz juda arzonga tushadi do'stlar. Marjangiz yuqori bo'ladi, sotadigan marja. Shuni o'ylab ko'ringlar. Masalan, Hong Kongdan siz mahsulotingizni Amerika bozoriga sotishingiz mumkin, Afrika bozoriga sotishingiz mumkin yoki o'rta nima deydi, o'rta sharqmi? Middle Eastga sotishingiz mumkin yoki mana qo'shni Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlariga sotishingiz mumkin. Umuman olganda dengiz bilan ulangan qaysi bozor bo'lsa o'sha yerda sotishingiz mumkin. Bu Hong Kongni yana bitta, ya'ni yaxshi tomonlaridan bittasi kompaniya ochishni bu yerda. Xo'p, yana bitta yaxshi tomonlaridan bittasi Hong Kongni yurisdiksiya sifatida Xitoy bilan orasida free trade agreement bor. Ya'ni erkin iqtisodiy erkin savdo shartnomasi bor. Erkin savdo bu hech qanaqa soliqsiz. O'shaning uchun ham men endi Xitoyda juda uzoq yillar yashadim. Bu yerda endi ko'pchilik biladi, bizda doimiy yashash ruxsatnomamiz ham bor Xitoyda. Xitoy PR deydi, permanent residency. Ya'ni bu narsani yillar davomida ko'rdikda. Xitoydan Hong Kongga, Hong Kongdan Xitoyga juda ham ko'p mahsulotlar kiradi. Va tabiiyki ikkalasida ham ichki bozor, ham tashqi bozor uchun olib kiriladi bu mahsulotlar. Masalan, misol tariqasida ko'pchilik farmatsevtika mahsulotlari Xitoyga Hong Kong orqali kiradi. Bu degani dori-darmonlar ko'pchiligi Hong Kongga import qilinadi. Import qilingandan keyin qayta eksport qilinadi Xitoyga. Aksariyat holatda soliqsiz. Mana bu katta ustunlikda bu. Keyin Hong Kongga import qilinayotgan mahsulotlar boshqa joydan, Xitoydan emas, boshqa joydan. Ularni ham soliqi juda past. Chunki Hong Kongning o'zini import soliqi deyarli yo'q. Misol uchun mana yaqinda biz O'zbekistondan mahsulot olib kirishni ko'rdik. Deyarli soliq yo'q. Qo'shimcha qiymat soliqi ham yo'q, VAT yo'q. Bu juda ham ajoyib holatda. Olib kirasiz, qayta upakovka qilasiz yoki o'zingizning brendingizni qo'yasiz, boshqa qilasiz. Ana eksport qilasiz Xitoyga yoki boshqa joylarga. Mana shunaqa gaplar. Keyin teskarisi ham. Xitoydan olib kirilgan mahsulotlarni pit stop sifatida Hong Kongni ishlatib, bu yerda qayta upakovka qiling, boshqa qiling, dunyoning boshqa joylariga soting. Endi hozirgi vaqtda hamma narsa deyarli digital bo'lib ketdi-ku. Digital bo'lib ketdi. Ya'ni jismonan ko'p narsani qilish kerak emas. O'sha website, application kerakli, o'sha o'zingizga kerakli ekosistemni yaratib olasiz internetda. Xitoyda bunga moslashuvchanlik juda yuqori.
Ya'ni mahsulot yetkazib beruvchilar, supplierlar juda o'rganib qolgan bu narsalarga. Ya'ni ularni siz o'zingiz platformangizga ulab qo'yishingiz ham mumkin-da. Ularda bu narsaga ko'nikma bor. Va internetdan boshqarib turasizlar sizlar. Va oxirgi ustunligi bu endi shaxsiy. O'zimni shaxsan kuzatuvlarim natijasida Xitoyda uzoq yillar yashagan inson sifatida ikkita joyda solishtirishga menda imkoniyat bor. Hong Kongda yashash yaxshiroq. Atmosferani qaranglar. Bu endi shahardan tashqariroqda. Korxona ochasiz. Endi hozirgi qoida bo'yicha taxminan 3 million, 3,5 million dollar investitsiya bor. Qo'ldan kelgan insonlar uchun keyin Hong Kongda eng kamida ikkita ishchi olishingiz kerak. O'zingizdan tashqari, ya'ni mahalliy ish o'rni yaratishingiz kerak. Bular Hong Kongni rezidentlari bo'lishi kerak. Fuqarosi, aniq aytganda. Va keyin o'zingizda shu qolgan boshqa davlatlarda qanaqa ish uchun hujjat bersangiz, o'shalarni berasiz. Ya'ni diplom, ish malakasi 5 yil bo'lishi kerak kamida. Diplomingiz kamida bakalavr. Va bitta farqi Xitoydan ingliz tilini ham bilishingiz kerak bu yoqda. Ingliz tilini bilmaganligi bermaydi. Ya'ni suhbatlashadi tabiiyki. Shu va tabiiyki endi sizni o'zingizning kompaniyangizda jismoniy ofis, o'zingizda yashash uchun uy, bular hammasi bo'lishi kerak. Oyligingiz eng kamida 15 ming Gonkong dollari bo'lishi kerak. Firmangizdan olayotgan oyligingiz. Mana shu talablarga javob bergan odamlarga, demak, Hong Kongda o'zini firmasi orqali ish viza olish mumkin. Endi menga masalan nima uchun bu yoq yaxshiroq? Birinchidan internetda cheklov yo'q. Ikkinchidan atmosfera juda toza, zavod yo'q-da bu yerda. Havo juda zo'r. Masalan, menda sezonniy allergiya bor o'zi. Dori ichmasam Xitoyda allergiya qo'zg'aydi har bir sezonda, 4 ta sezon bo'lsa. Men necha yillar davomida dori ichib keldim. To'g'ri, o'sha dori bor, endi u dorini ham doimiy ichish yaxshi emas-da. Har xil ta'siri bo'lib qolishi mumkin. Xudo ko'rsatmasin. Hong Kongga kelishim bilan allergiya bo'lmaydi. Masalan, bundan tashqari Hong Kongda ta'lim, Xitoyda ham ta'lim o'zi qolishmaydi, ochig'ini aytaman. Bizda ham birlamchi anaqamiz bordi, malakamiz. Farzandimiz ham Xitoy maktabiga, ham Shanxaydagi fransuz maktabiga qatnadi. Ikkalasida ham anaqamiz bor. Ko'rdikda qanaqa sifat. Xitoyda ham zo'r, lekin Hong Kongda o'sha Xitoydagidan ham yaxshiroq. Sababi bu yerda birinchidan ingliz tili professional darajada o'qitiladi. Ikkinchidan Hong Kong endi kichkina anaqa qimmatroq joy bo'lgani uchun, endi hech kimga sir emas, qimmat yashash. Qimmatroq bo'lgani uchun sifatli odamlar borda, ya'ni bir narsalarga erishgan insonlar bor bu yerda. O'sha farzandlaringizni sinfdoshlari ham, o'zingizda masalan kollegalaringiz ham boshqa hammasi tadbirkorlar, bir narsalarga erishgan bir odamlar. Ya'ni qattiq mehnat qiluvchi, umuman aytganda muvaffaqiyatli insonlar aksariyati. Bizning qo'shnilarimiz masalan juda deymiz hammasi desam ham bular multimillionerlar. Bir nechtasida yaxtalari bor, bizning uyimizning yonida suv bor. Katta yaxtalari bor va ho'kiz. Investment banking yoki o'sha juda ko'p korxonalarga ega tadbirkorlar, shunaqa odamlar. Endi nima uchun bularni men aniq qilaman? Chunki bir narsalarga erishgan insonlar bilan muloqot qilsangiz, ular yonida yashasangiz, siz ham shularga o'xshab qolasiz. Ya'ni bir qanaqadir bir deallar qilishingiz mumkin-da tadbirkorlikda. Shunaqa gaplar do'stlar. Oğlum endi bu narsani Yevropaning boshqa joylari ham bor. O'shalarga nisbatan ham aytsangiz bo'ladi. Masalan, Shvetsariya.
Shvetsariyada yoki Monakoda yashash xuddi shu Hong Kongga o'xshab ketadi. Shunaqa. Aytmoqchi emasmanki, yana ba'zilar bo'lib qoladi, namcha maqtaverasiz deb. Yo'q. Bu yerda maqtash emas, shunchaki shaxsiy kuzatuvlar natijasini bo'lishyapman xolos. Fikrlar berdim. Siz bunga qarshi chiqishingiz mumkin, xohlasangiz o'zingiz yoqtirgan yurisdiksiyada borib yashang. Bu videoning maqsadi emas. Maqsad kimdir ham Hong Kongda kompaniya ochib tadbirkorlik qilaman desa, mana sizga birlamchi ma'lumot. Mana shu bu yerda yashab korxona yuritayotgan inson sifatida Hong Kongga keldi ketdi qilib yurganman o'zi oldin. Eng oxirgi 5-6 yil, undan ham 7 yil bo'lsa kerak. Lekin yashagandan keyin ko'p narsa boshqacha ko'rinadi baribir. Shunaqa do'stlar. Shunaqa gaplar. Men videoni yakunlayman. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa, demak, xursand bo'laman. Sog'lik, salomatlik barchaga.